Ikkala yarim final ham yakunlandi. Final epizodlar bilan emas, balki kontrol bilan hal bo'ldi. Bu Angliya Liga Kubogi. Boshida Arsenal va Chelsea. Arsenal bu o'yinni o'tkir o'ynagani uchungina yutmadi. Ular shunday katta o'yinni kichraytira olganliklari uchun g'alaba qozondilar. To'g'ri, Chelsea to'pga egalik qildi. Territoriya ham ularda edi. Ammo xavfli vaziyatlarni boshqara olmadilar. O'yin ochilishiga yaqinlashgan har pallada Arsenal uni sekinlashtirdi. Har safar Chelsea bosim qilgan paytda esa Arsenal o'yinni yana eng boshiga qaytarardi. Bu bir inersiya emas, bu bosim ostidagi intizom edi. Xo'p, endi Manchester City Newcastle. Bu yerda ham o'xshash manzara. City Newcastle'dagi beqarorlik tufayligina yutib ketmadi. Jamoa o'yinni nazorat qila olganligi uchun to'liq ustunlikka erishdi. Chunki City shoshilmadi. Newcastle'ning energiyasiga aldanmadi. Aksincha, uni ko'ra bildi va keyin parchalab tashladi. O'yin taqdiri City tempni belgilagan zahoti hal bo'lgan edi. Newcastle o'ziga bo'lgan ishonchning ortishi mumkin bo'lgan holatga aslo qaytib kira olmadi. Demak, Angliya Liga Kubogi finali aniq. Arsenalga qarshi Manchester City. Formaga qarshi formami? Yo'q. Iqtidorga qarshi iqtidormi? Yo'q-de. Ustozga qarshi shogirdmi yoki? Bo'lishi mumkin. Masala ikki o'rtadagi farq yo'qolganida nazoratni kim qo'lga olishida. Xullas, bu ikki yarim final bizga hech qanday drama va'da qilmadi. Bu yarim finallar sabrning jasoratdan ustunroq turadigan finalini va'da qildi. Shu joyini eslab qoling. Chunki bu finalning taqdiri goldan oldin hal bo'ladi.